Listening 8 chiqqan. Mana darajangiz yetib kelgani 7,5. Birinchi marta topshirganimda men strukturaga ko'p e'tibor berganman. Ideyalar yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin yoki Demak, siz birinchi marta IELTSni topshirgan vaqtingizda 16 yosh bo'lgansiz. faqatgina test bilan bog'lanib qolmaslik kerak. Tezdek Nargiza Xayonova juda ham bir one of my favorite teacher desa ham bo'ladi. Unaqa juda ham yoqtirgan o'qituvchilardan bittasi. Test haqida videolar ko'radi YouTube'da. Unaqa narsa menimcha yordam bermaydi. Speakingdan yana bitta narsa yordam bergan, bu kitob o'qish. Assalomu alaykum hurmatli Fast Education YouTube kanali obunachilari. Mana bizlarda bugun yangi ko'rsatuvimiz Podcast with our successful students. Bugundan boshlab biz o'zimizning muvaffaqiyatli studentlarimiz va IELTSdan yuqori natijalarni kiritgan talabalarimiz bilan birgalikda suhbatlarni olib boramiz. Bugungi mehmonimiz Diyorbek Qurbonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Diyorbek va IELTSdan 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Yoshim 19 da va o'tgan yil maktabimni bitirganman. Sectionlarga keladigan bo'lsak, o'z IELTSni 2 marta topshirganman. Birinchisi 2022-yil sentyabrda, ikkinchisi 2024-yil noyabrning oxirida. Oxirgisiga keladigan bo'lsak, 7,5 ball olganman va sectionlari listening 7,5, reading 8, writing 7 va speaking 7,5 chiqqan. Demak, har bitta sectioningiz 7 dan past emas. Bu juda ham zo'r natija, chunki ko'pchilik talabalarda asosan writing va speaking qismlarida ballari past bo'ladi, lekin sizda qaraydigan bo'lsak 7,5 juda ham zo'r natija. Xo'p, siz birinchi marta IELTS topshirganingizda natijangiz qanaqa edi? Birinchi martasiga ozgina boshqacharoq bo'lgan. Listening 8 chiqqan, keyingisida demak pasaygan natija va reading pastroq chiqqan anchagina 6,5, writing 6 va speaking o'shanda ham 7,5 chiqqan. Demak, speakingingiz 7,5, lekin writingda juda ham sezilarli ravishda o'zgarish bo'lgan ekan. Xo'p, nima sabab bo'ldi sizda writingdan birdaniga 6 dan 7 natijaga chiqishga? Xo'p, birinchi marta topshirganimda men strukturaga ko'p e'tibor berganman va u paytlari endi tushunsa bo'ladi, nisbatan yoshroq bo'lganman, ideyalar yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin yoki ko'proq strukturaga follow qilib, aytaylik, testda o'sha nimani so'rayotganiga kamroq e'tibor bergan bo'lishi mumkin. Keyingisida esa men o'zim deyarli yozganim emas. Birinchisida ham, ikkinchisida ham writingga shunchaki kirib nima chiqsa chiqadi, o'sha menga demak yetarlicha ball kerak. Writing katta rol o'ynamaydi degan maqsadda kirib chiqaman ikkalasida ham. Lekin o'zim ko'p writing yozmaganman. Aynan IELTSni nazorat etmoqdaman. Lekin ingliz tilida o'sha birinchi va ikkinchi marta topshirganim oralig'ida ko'p yozishni boshladim. Umuman olganda general life desa ham bo'ladi. Masalan, hammani hozir masalan kanallari bor yoki Telegramda shunaqa yozib yozishadi. Men ham o'zim ham yozib turaman. Postlar va o'shalarning deyarli hammasi ingliz tilida bo'ladi. O'sha ham katta yordam bergan bo'lishi mumkin va umuman olganda testda mendan so'ralgan narsaga adashmasam javob bergan bo'lsam kerak. Demak, writingdagi asosiy narsa o'sha faqatgina insho yozish yoki struktura bo'yicha ishlash emas, balki umumiy bilim darajasi va umumiy ravishda yozishga e'tibor qaratganligi sababli writingda juda ham tezlarda o'zgarish bo'ldi. Xuddi shunday, unaqa faqatgina test bilan bog'lanib qolmaslik kerak. Ya'ni umuman olganda masalan o'zingizga qiziqqan narsalaringiz yoki hayotingiz yoki xayollaringizni ham yozib borsangiz bo'ladi. Faqatgina testga bog'lanib qolish shart emas deb o'ylayman. Demak, sizni IELTSga tayyorlanishingizdagi jarayon, ya'ni yo'lingiz Fast Educationda qaysi darajadan boshlandi va qaysi darajagacha yetib keldi? Mana darajangiz yetib kelgani 7,5, hop boshlangan darajasi qanaqa edi? Birinchi marta men Fastda boshlamaganman. Bir 3-4 ta joyga borganman birinchi. Faqatgina o'sha tubilar, boshlang'ich narsalarni o'rganganman. Bir oydan bir xil narsani to'g'ri o'rganganman. Keyinchalik o'sha karantin tugagan paytda 2020-yil oktyabr oylarida edi, adashmasam. O'sha paytda Fastga borib o'zimga nimasi kurslarga yozdirib kelganman. A1 dan boshlaganman. Nargiza Xayonovaning darslarida. Keyinchalik demak A2, B1, B2 va oxirida intensiv bilan tugagan 2022-yil va oradan 2 yilchadan ozroq vaqt o'tib yana intensivni 2 oy o'qidim davlat tili mas'ul kurslarida. Demak, siz birinchi marta IELTSni topshirgan vaqtingizda 16 yosh bo'lgansiz. Ha, shunaqa. 16 yoshingizda IELTSdan 7 daraja. Shunaqa. Ingliz tilini 14,5 yosh, o'sha 15 yoshlarga o'tayotgan paytimizda nima qilganman, boshlaganman va 16 demak 2 yilcha oradan vaqt o'tib IELTS topshirganman.
Demak, A1 da mana Nargiza Qayumova o'qituvchingiz bo'lgan ekanlar. Demak, haligacha eslar ekansiz. Demak, darslari juda ham qiziqarli bo'lgan, esda qolarli bo'lgan. Xo'p, A2, B1, undan keyingi darajalarda-chi? Xo'p, A1 da aytganingizdek Nargiza Qayumova juda ham bir one of my favorite teacher desa ham bo'ladi. Unaqa juda ham yoqtirgan o'qituvchilardan bittasi, juda ham klasslari xushchaqchaq, doimo quvnoq o'tardi. O'shanisi bilan esda qolgan. A2 darajada Dilshoda Kenjayeva dars o'tgan. Menimcha shu paytgacha ustozlarimdan eng zo'ri desam bo'ladi. Umuman olganda darsni o'tish etikasi juda ham kuchli. Darsni taqqoslay ola oladi va ba'zi o'qituvchilarda bo'lgan, masalan, darsda jarayon tugagandan keyin, masalan, 2 soat, 2,5 soat, 3 soatdan keyin vaqt belgilangan bo'lsa, o'sha paytda tugatilganda dars, lekin Dilshoda Kenjayeva o'sha extra step olgan. Ya'ni 4 soat ketadigan vazda 4,5 soatdan qolib ketgan joylarimiz bo'lgan. O'sha darsni o'tib, keyingi darsni tushuntirib, egavaychilarni tushuntirib, hamma bilan alohida ishlab shunaqa vaqti bo'lgan. O'sha narsa bilan Dilshoda Kenjayeva o'sha A2 da adashmasam menda eng katta motivatsiya va o'sish eng kattasi o'sha A2 darajasida bo'lgan. Keyingisida siz bilan tanishganmiz B1 nimasida Suhrob Umidovichning klasslarida. Bu ham juda ham zo'r bo'lgan, juda ham qattiq qo'l ustoz, lekin yoqtirganman o'shanisi bilan esda qolgan. Bir insonni disciplined bo'lishga nima qilgan, o'rgatgan, force qilishadi. Shunaqa juda ham zo'r vaqtlar bo'lgan u payt ham va B2 da o'zi Botir Jo'rayevning darslari, B2 va C1 da Botir Jo'rayevning darslarida o'tganmiz. Keyinchalik esa intensivni C1 ni tugatganimdan keyin bir 2 oycha yozda break olganman o'zim uchun tanaffus bo'lgan. U ham juda ham katta rol o'ynagan menimcha. Keyinchalik intensivni yana 1 oy o'qib, keyinchalik demak IELTS topshirganman. Intensivda kimda o'qigansiz? Adashmasam Bobur Jo'rayev. Bobur Jo'rayev intensivni Bobur Jo'rayevda o'qiganman. Demak, IELTS ga tayyorlanayotgan vaqtingizdagi eng katta qiyinchiliklardan biri nima bo'lgan siz uchun? Eng katta qiyinchiliklardan bittasi bu motivatsiya, doimo motivatsiyasi bo'lish. Men o'zim A1 dan boshlab o'sha B2 darajasiga o'tganimgacha o'ta kuchli, unaqa demak qanaqadir bir o'zingizda har qancha qonunlar bo'ladi-yu, o'zingiz uchun qonunlar yaratib olasiz. Demak, mana shunaqa narsalar qilishim kerak edi. O'zingiz uchun qoidalar yaratasiz va o'shanda o'shalarga juda amal qilganman, motivatsiyam o'ta kuchli bo'lgan va keyinchalik o'sha motivatsiya nisbatan yo'qolishni boshlagan. Menimcha o'sha narsa qiyin baribir. Ayniqsa masalan siz doimo top student bo'lib yuraversangiz, bo'ladi baribir bu narsa. Masalan, maqtovlar eshitasiz, unaqa narsalar bo'ladi va taltayishni boshlaysiz. O'zingizdan ozgina bo'lsa ham ketishni boshlaysiz. Bu yaxshi narsa emas. O'sha narsa menda demak B2 ga o'tganimdan keyin o'sha seminarlarda ko'p bo'lgan va menimcha katta vaqtni va o'zimda aytaylik potensialimni maksimum erisha olmagan deb o'ylayman. Birinchi marta topshirganim, chunki ko'p vaqtimni bekorchi narsalarga keyinchalik sarflab qo'yganman. Demak, hammani yoshida o'sha bo'lib turadigan holat, demak, sizda ham kuzatilgan bo'lgan. Va lekin bitta xursand qiladigan narsasi, baribir siz o'z holingizga qaytgan ekansiz. Ya'ni boshida o'sha kuchli o'qib, o'rtada bir tanaffus qilib, keyin yana o'z holida davom etgan ekan. Bu juda ham quvonarli. Keling, IELTS sectionlari bo'yicha gaplashamiz. Misol uchun, listeningda sizni natijangizni baland qilishga nima yordam berdi va talabalarga nimani maslahat berasiz shug'ullanish uchun? Xo'p, listeningda menda eng qiynagan narsalardan bittasi bo'lgan. Endi boshlagan paytlarimda, ayniqsa A1 darajasida boshlaganmiz, masalan grammatika o'qiganmiz, har xilcha lug'atlarni yodlaganmiz, A1 da qoidalar, u narsalar hammasi zo'r bo'lgan, faqatgina listening bo'lmagan menda. Juda ham kam tayyorlanganman A1 da va adashmasam o'sha paytlari 15 mi 20 ball qanchadir berardi. O'shandan hammasidan deyarli perfect skor bo'lgan, qolganlardan bitta listeningdan 7,5 chiqqan. O'sha narsa menda grant olishimdan nima qilgan desam bo'ladi. To'xtatib qo'ygan. Lekin listening keyinchalik yaxshi bo'lib ketdi, eng kuchli nimalaridan bittasi bo'ldi va bunga nima sabab bo'ldi? Men o'zim listeningni adashmasam shu B1, B2, B1 darajalariga chiqqanimdan keyin keyinchalik listeningda ko'proq ishlashni boshladim. Eng ko'p qilgan narsam bu YouTube ko'rish edi. O'zim qiziqqan narsalarni, videolarni ko'rish. Men umuman deyarli ko'rganman endi, lekin ko'p ko'rmagan. Masalan, IELTS haqida ko'pchilikni ko'raman, bilaman. Faqatgina IELTS haqida ko'radi. Masalan, IELTS qanaqa qilib o'stirish, boshqa qilish, test haqida videolar ko'radi YouTube'da. Unaqa narsa menimcha yordam bermaydi. Faqatgina o'zingiz qiziqqan narsalar. Menda bitta narsa bo'lgan, o'sha boshqa
odamlarni, masalan, streamerlar bo'ladi-yu, Ha. o'shalarni gaming qilishini ko'p ko'rganman va u yerda slanglar ko'p ishlatiladi, daily vocabulary o'ta ko'p ishlatiladi. Ya'ni general ingliz tilida gapirishadi-da, ya'ni akademik narsaga bog'lanib qolmagan. Va o'sha yerlarda menimcha u fluencyga katta ta'sir qilgan, tushunishga umuman olganda va ularni aksentiga tushunishga masalan juda qiynalardi Indian aksentlarga. Hozir unaqa muammo bo'lmaydi. O'sha ya'ni exposure bo'lish kerak har xilcha aksentlarga, har xilcha kontentga. Bitta narsa bilan cheklanib qolmasdan har xilcha masalan 4-5 ta 6 ta topiklar bo'ladigan bo'lsa, o'shalardan doimiy ravishda YouTubedan yoki boshqa platformalardan doimiy ravishda ko'rib borish menimcha zo'r yordam beradi. Demak, siz listeningda tayyorlanish vaqtida nafaqat o'sha bilimga tayyorlangansiz, ya'ni listeningni practice qilishga, balki siz o'zingizni qiziqishingiz bilan kollaboratsiya qilgan ekansiz, ya'ni gamingga qiziqqansiz, bu bitta narsa va ikkinchi narsa o'sha narsani siz IELTS listeningga bog'lagansiz. Shunaqa. Va agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pincha ingliz tilidagi videolarni ko'rsangiz yoki kino ko'radigan bo'lsangiz, nafaqat listeningga, balki speakingga ham yordam beradi. Xuddi shunday. Xo'p, speakingga sizga qanaqa yordam bergan o'sha videolarni ko'rishingiz? Speaking menimcha listening o'sha speakingga ham yordam beradi. Ularni birinchi navbatda talaffuzini masalan eshitasiz bitta so'zni. Menda ko'p bitta narsa bo'lgan, masalan oddiy qiz bola so'zi. O'shani men endi ingliz tilini boshlagan paytim girl deb talaffuz qilganman. Bu narsa katta keyinchalik masalan eshitib ularni inglizlarning talaffuzini eshitganimdan keyin birdaniga sezganmanki, o'sha Evanda bo'lganda bu narsa birinchi marta xuddi o'sha so'zni men girl deb talaffuz qilganman Nargiza Qayumova klassida va u kishi nima qilgan, hazillashib o'tgan, shuncha narsani nima qilasiz, zo'r qilib o'rgangansiz, bitta so'zni yaxshi talaffuz qilolmaysiz deb. O'shanda bilganmanki, bu narsani har bitta so'zni demak yodlashimdan avval talaffuziga yaxshilab e'tiborli, birinchi navbatda e'tiborli bo'lish va keyingi navbatda boshqalarni gapirganda ham ularga quloq solib, demak to'g'ri talaffuzni o'rganib ketish va speakingdan yana bitta narsa yordam bergan, bu kitob o'qish. Men aytib o'tdim, C1 dan intensivni yana qaytadan boshlagan paytimda 2 oycha break olganman, tanaffus olganman. Umuman olganda akademik to'garaklardan, shulardan tanaffus olgan paytimda menga Harry Potterning kitoblarini sovg'a qilishgan. Demak, 7 ta kitob bo'ladigan bo'lsa, adashmasam 4450 mingta varoq bo'lardi, bet bo'lardi. Har bitta kitobida. Yo'q, umuman olganda 7 ta kitobda. Va o'shani 2 oy davomida men tugatganman. O'sha yerda demak kuniga har kuni o'qirdim. Menga bitta zo'r maslahat berishgan speakingda, demak ovozingni chiqarib baland qilib kitobni o'qigin deb. Har safar demak, bir kuni o'tirardim, masalan, obedlarga o'zimga vaqt qo'yardim. Demak, soat 1 dan 5 gacha, 6 gacha kuniga kitob o'qishga 5 soat, 6 soat обязательно o'sha kitobni ochib o'qirdim. O'sha paytda qiziqish demak katta bo'lgan. Birinchi o'qigan ingliz tili kitobim o'sha bo'lgan va menda xuddi o'sha dunyoga tushib qolgandek bo'lasizda. O'shanaqa bir qiziqish juda katta bo'lgan. Ba'zi paytlar o'qigan bo'lganman, 13 soatgacha bir kunda o'qiganman o'sha kitobni. Menimcha o'sha kitobni ovozni chiqarib o'qish kitoblarni juda katta foyda beradi. Ayniqsa mana bu novellarni, ya'ni ularni o'zlari hayotidan gapiradi-yu. O'sha narsa naturalni chiqadi-da. Masalan, self help books bo'ladi. U narsalar menimcha nisbatan yordam berishi kam, chunki sizga naturalni, ularni ingliz tilida naturalni gapirish nimasi kamroq bo'ladi. Va ular kundalik hayotda gapirganlarini o'qiysiz va bu narsa katta yordam berishi mumkin speakingga. Demak, o'zi odatda kitobni bolalar readingni oshirish uchun o'qishadi, lekin bu yerda hattoki biz buni ham kollaboratsiya qilsak bo'lar ekan. Demak, siz kitobni o'qiysiz, ovozingizni chiqarib o'qiysiz va nafaqat siz dunyoqarashingizni o'zgartirasiz, ko'p so'z o'rganasiz va bundan tashqari speakingga ham foydasi juda ham katta bo'lar ekan. Demak, odatda bizda bitta narsa bor, simultaneously degan, ya'ni bitta ikkita harakatni bir vaqtni o'zida qilish. Demak, biz bitta o'sha kitob o'qish orqali ham readingga ham speakingga ham tayyorlanishimiz mumkin ekan. Va bundan tashqari agar bilsangiz, writingga ham tayyorlanish mumkin. Chunki undan har xilcha fikr olasiz. Dunyoqarashingiz kengaygandan keyin yaxshigina ta'sir qiladi. Va odatda bolalar so'zlarni yodlayotgan vaqtida, demak, ular nafaqat so'zlarni o'zini yodlash kerak ekan, balki so'zlarni oldindan talaffuzini eshitib, undan keyin yodlashlari demak yaxshi fikr ekan, to'g'rimi? Xuddi shunday. O'sha so'z yodlashga o'zim alohida nima qilmoqchiman, to'xtab o'tmoqchiman. Bu yerda menda juda ham bir
qiziqarli bo'lib o'tgan bu narsa. A1da boshlagan paytimda men o'zim uchun katta bir daftar tutganman. Juda ham katta daftar edi va men nima qilardim? Birinchi har kun darsdan qaytgan paytim birinchi qiladigan ishim, masalan ba'zida ko'ramiz, hozir o'zim ham shunaqa ba'zi paytlarda bo'ladi, masalan darsdan yoki qaytganimda yoki ishdan qaytganda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bo'ldi, tugadi-yu, shu narsalarda masalan kino ko'rish yoki nimadir bekorchi narsalar qilish, gaming shunaqa narsalar bo'lib turadi. Lekin o'sha paytlarda menda nima qilganman? Har bitta darsdan qaytganimdan so'ng o'sha keyingi darsgacha bo'ladigan kitobda yoki biz foydalangan materiallarda hamma o'zim tushunmaydigan so'zlarni yozib borganman. Bitta listga yozardim va uni yarim soatcha o'sha kechqurun yotishdan avval bitta o'qib yodlashga harakat qilib o'qib chiqardim hammasini va ertalab turib keyingi kun ertalab turib demak o'shani 2 soatcha kamida vaqtimni sarflardim to'liq qilib yodlab chiqishga. Va yana bitta narsa, ularni so'zda ham ishlatishga harakat qilardim. Ya'ni passive vocab emas, active vocabga aylantirgansiz. Demak, o'shani yodlaganimdan so'ng kechga borib men opam bilan birga tayyorlanganmiz. O'sha paytlari bir xil bo'lgan darajamiz. Biz bir-birimizdan so'rardik. O'sha so'zlarni yodlagan so'zlarimni so'rardik va masalan biz qaysidir adashdim, to'g'rimi? O'shani minus qilardim, keyingi kunga o'tkazardim. Va men o'sha o'zimga ishonchim komil bo'lganlarni o'sha slovar daftarimga bir kunlikni tushirib qo'yardim va keyingi demak tushunmaganlarimni keyingi kunga o'tkazardim. O'shanaqa qilib adashmasam 4000 ta yozganman o'sha daftarimga. Bu narsa B2 darajasiga o'tishdan avval bo'lgan. Demak, o'sha B2 ga o'tishimdan avval o'zi 4000 tadan ziyod 4500 ta adashmasam lug'atim bor edi. Active vocabulary bor edi. Demak, ko'pchilik talabalarimiz qiynalishadi va ular aytishadiki, men so'z yodlayman bir kunda 100 ta, 200 ta, lekin ularni readingda ko'rsa yoki writingda ishlatishda ko'pincha qiynalishadi. Demak, bu vocabularylarning hammasi passive vocab va ularni active qilishimiz uchun bizlar ko'proq ishlashimiz kerak ekan so'zlarning ustida. Ya'ni haqiqiy ma'nosini tushunib, ularni gaplarda ishlatishga harakat qilib. Demak, bu sizni bitta bolalarga qanaqa qilib so'z yodlash kerakligini ko'rsatuvchi bitta qo'llanma desak ham bo'lar ekan. Xuddi shunday va yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha so'zlarni yodlayotgan paytda u narsani bizda bo'ladi ba'zilar, masalan o'zbekchasini yozasiz, internetga inglizchasini chiqarib keladi va o'shani yozib yodlashga harakat qilasiz. Bu narsa eng katta xatolardan bittasi menimcha. Ya'ni robotga o'xshab tayyorlanishadi. Xuddi shunday. Va ba'zi so'zlar masalan xato chiqaradi yoki ko'pincha ishlatilmaydigan so'zlar chiqadi. U narsa xato bo'ladi. Siz qachonki o'sha so'zni inglizlarni kitobida yoki inglizlarning og'zidan eshitsangizgina keyingina yodlashingiz kerak deb o'ylayman. Shundagina ularga o'xshab gapirish nisbatan osonlashadi, tabiiylik oshadi va aytib o'tganimdek, o'sha men har doim harakat qilganman o'sha kitoblarda demak ko'rgan narsamni demak slovarga yozish, yodlash, shuna qilish va keyinchalik o'sha oshib boravergandan keyin lug'at nisbatan kamaygan bu narsa va keyinchalik masalan kitob o'qiganda ayniqsa juda ko'p so'zlar chiqadi. Masalan 4 soat 5 soat bitta kitobni o'qisangiz inglizchada juda ko'p chiqadi lug'at va ularni yodlash impossible narsa. O'shaning uchun nima qilardim men? Har bitta varoqdan aytaylik bitta yoki ikkita maksimum o'zimga juda ham yoqqan so'zlar chiqib qolardi. Va o'sha so'zlarni tushirib masalan bir kunda 50 varoq o'qidim deylik, o'shandan demak maksimum 20 ta 30 ta demak bir kunlik qilib yozib olardim lug'atlarni, o'zimga yoqqan so'zlarni. O'sha so'zlar bitta o'qiysiz, masalan bir o'zingizga wow qilasiz. O'shanaqa so'zlar bo'ladigan bo'lsa, qachongina o'shanaqa chiqadigan bo'lsa, o'shanda yozardim. Qolganlariga e'tibor bermasdan kontekstni o'zida tushunib ketishga harakat qilardim. Menimcha shunaqa qiladigan bo'lsa, bolalar o'ziga katta plus bo'ladi va vaqtni ham saqlaydi o'zlari uchun. Yaxshi. Xo'p, demak, listening, reading va speaking haqida gaplashib o'tdik. Keling, unda writing bo'yicha to'xtalamiz yana bir bor. Va writingni bolalar ko'tarish uchun studentlarimiz nimalarni ustida ishlashlari kerak va nimalarni tark etish kerak? Xo'p, birinchi navbatda aytib o'tganimdek, men o'zim writingda yozmaganman deyarli inshaalloh. Juda kam yozganman. Boshida bo'lgan, birinchi marta topshirishimdan avval o'sha C1 vaqtlarida majbur bo'lardik bu narsaga yozishga. O'zim yoqtirmaganim uchun to'g'risi bundan qochib yurganman. Bu narsani maslahat bermayman, writingni umuman yozmaslikni. Masalan, bir kishiga ishlagan narsa ikkinchi odamga ishlamasligi mumkin-da bu narsa. O'shaning uchun yaxshi o'sha narsada tayyorlanib borish kerak, lekin uni ustida demak kunduzi nima derdi?
Kecha tunu kun, kunduz. tunu kun ishlamaslik kerak. Bu narsa xato bo'lishi mumkin. Harakat qilish kerak o'zini ko'proq freestyle-da writing qilish uchun, ya'ni O'zlarini bitta qolip bo'yicha emas, ya'ni o'zlari qanaqa bilsa, qanaqa tushunsa, o'shanaqa holatda yozishlari, ha? xuddi shunday. Aytaylik, bu narsa o'zlari uchun masalan kattaroq birorta daftar yoki kompyuterga yozsa bo'ladi yoki telefoniga yozishi mumkin, birorta masalan page yaratib, o'sha yerda o'zini qanaqadir feelingsini yoki qanaqadir fikrlarini yoki qanaqadir g'oya keldi o'shani yozib o'tish mumkin va ko'proq o'shanaqa demak generalniy topiklarda ko'proq yozishga harakat qilish kerak va bu narsa o'qishni ham aytib o'tdik kitoblarda va o'shalarda ham o'qiydigan bo'lsa, masalan inson o'ziga bilib oladi, masalan sentencelar nimalarni, gaplarni qachon to'xtatish, qanaqa qilib boshlash, o'shanaqa narsalar ham katta yordam berishi mumkin. Ya'ni hammasi bir-biriga connected-da, bog'langan va hammasini bir xil nimada darajada olib ketadigan bo'lsa, menimcha hammasiga bir xil yordam beradi bu narsa. O'zim ikkinchi safar topshirishda bu narsa men uchun bir o'zi ingliz tilini boshlagan paytimda men o'zim uchun maqsad qo'yganman. O'sha paytlar A1 darajada hali o paytlari men masalan aytsa qanaqa qilib scoring bo'ladi, qanaqa qilib skor qiladi, o'sha mana bu IELTS sectionlarini hali sanab bera olmaydigan paytlarimda men o'zimda shu narsa bo'lgan, men 8 olishim kerak ekan. Lekin birinchisida demak o'sha experience yoki umuman olganda bilim yetarlicha bo'lmagan bo'lsa, ikkinchisida testga ikkinchisida General English menda yetarlicha bo'lgan. General Englishda endi 4 yil 5 yil davomida ingliz tili bilan shug'ullanib kelgandan keyin doimiy ravishda ancha oshadi baribir. Lekin ikkinchi testda menda adashmasam bu narsaga o'quvchilar juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Konsentratsiya va testni examning formatini qanaqa bo'lishini yaxshilab bir marta o'rganib chiqish va konsentratsiya qilish test davomida. Chunki o'ylaymanki, ikkinchi safar topshirganimda menda o'sha potensial bor edi-da 8 olish uchun. Masalan, birinchisida 8 chiqqan, listening keyingi safariga 7,5 chiqqan. Chunki testga o'tirgan paytim ikkinchi safarda listening boshlandi va 3 ta savolni o'tkazib yubordim birdaniga. Va men bu yerda xayolim boshqa joyda, lekin test o'tyapti. Va menda hayajon ham katta bo'lgan nimagadir o'sha paytda demak konsentratsiyamni juda ham yo'qotib qo'yganman. Readingni ham oxirida bo'lgan, timingga birinchi passageni 13 minutda 14 minutda tugatgandim. Lekin ikkinchisiga o'tgan paytda yana xayollar ketib, masalan bitta paragraf bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani qayta o'qiyverasiz-ku. Bir narsa o'qib ketaverasiz, lekin miyangiz nima bo'layotganini, nimani o'qiyotganingizni tushunmaydi va qaytadan o'qiysiz. O'shanaqa narsa ko'p bo'lgan va oxirida demak ikkinchi, uchinchi passajga o'zi juda ham ko'p vaqt sarflab yuborganman. Va oxirgi 3 ta 4 ta demak oxirgi bitta demak true false not kelibmi o'shanaqa savolda umuman vaqtim yetmagandi. Ularni taxmin qilib yuborganman. Va writingda ham menimcha o'sha qolipga baribir e'tibor berish kerak. Aytganimdek, qolib ketmaslik kerak bu narsa. Testning formatini, turlarini, ularga qanaqa javob berishga ularni o'rganish kerak, lekin unga ko'p ham vaqt sarflamaslik kerak. Menda deyarli umuman vaqt sarflamaganman. Bu narsa ham xato baribir. Va o'shani vaqtga ishlash menimcha va qolipini to'g'ri tushunish bu narsa yaxshi narsa. Ya'ni sizdan nima so'ralayotganini tushunib olishingiz kerak. Birinchi navbatda o'sha narsa va keyingi navbatda vaqt. Bu IELTS testi narsa vaqt uchun ishlanadigan narsa. Bu vaqtni agar yaxshi taqqoslay olmasangiz, tejamasangiz, har bitta sectioniga yaxshi baribir natija qayd eta olmaysiz. Menda demak task 2 ga ko'p vaqt sarflangan, yana task 1 ga introduction va body paragrafni birinchi va ikkinchi bittami ikkita demak yozganman, gaplar o'sha bilan vaqt to'ygan o'sha. O'shaning uchun vaqtga va qoliplarni yaxshi tushunish kerak baribir. Demak, siz writing task 1 ni chala yozgan holatingizda task 2 ni o'zini yozib, deyarli writingdan 7 ballni oldingiz. Bu juda ham katta rezultat degani, chunki task 1 ni yozishga ulgurganingizda balki 7,5-8 ham chiqishi mumkin edi. Demak, siz ikkinchi marotaba IELTS ga topshirayotganingizda siz IELTS ni test formatiga e'tibor bermagansiz, balki General English bor bilimingiz bilan shunchaki topshirgansiz. Shunaqa desam ham bo'lar ekan. Ha. Demak, IELTS ni olishdan maqsadingiz nima edi?
birinchi marta demak topshirish bu o'sha paytda demak menda mas'uliyat katta bo'lgan. Menimcha o'sha narsa ham rol o'ynagan konsentratsiyada, chunki o'sha paytda testda o'tirgan paytim miyamda testdan boshqa hech narsa yo'q edi. Kirganman testga va o'zimda qo'rquv ham bo'lgan. Masalan, hozir past chiqib qolsa-chi, 6.5 chiqib qoladigan bo'lsa-chi, men nima qilaman deb o'shanaqa testga juda ham kuchli konsentratsiya bo'lgan. Va ikkinchisida o'sha narsa bo'lmagan, yetishmagan menga, chunki menda demak ishonch bo'lganmi, ishonch oshib ketgan, shunaqa ko'p ishongan. Ko'p o'ziga bino qo'yib yuborish bo'ladi, u narsa ham yaxshi narsa emas. Va ikkinchisida asosiy maqsadim bu testni shunchaki qaytadan retake qilish bo'lgan. Lekin yo'q, qiziqish uchun emas, chunki birinchi test sertifikatim expire bo'ldi va hozir universitetga topshirish uchun o'zi bu sertifikatim kerak. Demak, universitetga topshirish uchun siz IELTSni topshirdingiz. Ikkinchi marta topshirishimdan maqsad shu bo'lgan va o'ylab ko'raman, hali yana 3-marta ham topshirib qolishim mumkin. O'sha o'zimni birinchi demak ingliz tilini boshlagan paytimdagi o'zimga bergan va'dam, ya'ni 8 ballni olish uchun va albatta bu safariga harakat qilaman. O'sha demak yillar davomida o'rganib kelgan yoki o'qituvchilarim bergan bilimlardan foydalanib o'sha avvalgi safarga qilgan xatolarimni qilmaslikka. Albatta biz sizga ishonamiz va albatta siz nafaqat 8 balki 8,5-9 gacha bo'lgan natijani olishingizga ishonamiz. Xo'p, Jorbek, qimmatli maslahatlaringiz uchun hamda o'sha o'zingizga qadrli bo'lgan vaqtingiz uchun bizga sarflaganingizga kattakon rahmat va sizni yana bir bor Fast Educationni mana shu podkastimizda kutib qolamiz va keyingi safar 7,5 emas, balki albatta 8 va 8,5 natija bilan. Ishlaringizga omad, kattakon rahmat. Rahmat kattakon sizga ham Abbosbek, meni tashrif birinchi navbatda taklif qilganlaringiz uchun va ishlaringizga omad tilab qolaman. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Rahmat.